asrab, seni xush qilib, seni rohat tuyg'uga erishtirish uchun cho'qim tirishaman. Sendan boshqani deb seni azoblab, sana ochiq qalb yarsa ortib qo'ymayman. Shundoq. Turmush menga shuni o'rgatdi. Faqatli sen mening eng qadrlishimga arziydi ekansan. Tün bo'yi yig'a va xiyollarga g'arq bo'lib, seni va sana azob solganlarni ayblab yurmayman. Og'rinibmi vaqtimni zoya qilmayman. Chunki bularning hammasi endi men uchun ahmoqona ish. Menga nisbatan sen menga hammadan qadrlik. Qadrlik o'zim. Menga ishongin. Endi men cho'ng bo'laman. Boshqalarga tayinib olmayman. Seni tavlab chiqaman. Doim qiyinchilik uchirganda boshqalarning chiqib bir taraf qilib berishini emas, balki o'rnimdan dast turib, kuchimning yetishicha qila oladigan, shu ozg'ina natija bilan seni ham atrofingdagilarni xush qila oladigan qaysar o'zimni yetishtirib chiqaman. Chunki bara-bara bildimki, bu jahonda hech kimga qarzdor emas ekan. Hech kimning sening o'rinsiz xafaligingni, asossizlik qilgan parakandichiligingni, ranjishlaringni ko'tarib, seni bazlash, sana yaxshi muomalada bo'lish qarzi yo'q ekan. Shuning uchun kayfiyatimni kontrol qila oladigan yiqishliq o'zim bo'lib chiqaman. O'tmishni xuddi yipi uzilgan laglakdek o'z mayliga qo'yib o'taman. Mayli qayoqlarga borsin, qaysi shamonlarning va yoki qaysi to'lqinlarning qattiq so'qilishiga g'arq bo'lsin, u endi men o'ylaydigan ish emas. Men endi amaliy yashayman. Oddiy sodda o'zimning qimmatini tonigan qadrli kishilarim bilan yashayman. Mening dunyoda faqat bir ekanligimni, mendan huzurlanishni bilgan, men bilan birga bo'lgan paytlarda xushallik, illiqlik va baxt his qila oladigan kishilarimni qadrlab yashayman. Hargizmi o'zimga taalluq bo'lmagan do'stlar chambarkiga zo'lab qisilib, o'zim bilan bir yo'l bo'lmagan kishilarga zo'r muomala qilib, avvar yashamayman.